Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Biz hozirda o'zimizning xonadonimizdamiz. Bugungi sanamiz 18-yanvar. Kechqurun Xitoydan yuklarimiz keldi. Optim pastel, sochiq hamda parfyum narsalar. Xitoyda rosa trendda bo'layotgan sovunlar, shampunlar va boshqa narsalarni bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kelavering. Bu pastellarni ham bir qator ko'rsataymi. Sotuvlarimiz boshlangan. Hozir sizlarga parfyum narsalarni narxlarini bir chekkadan aytib o'tamiz. Mana bu yoqdan ko'rsatsangiz, mana yangilik narsalarimiz keldi. Hali umuman olib kelmagandik. Bularimiz dilya dushlar, 1 litrliklari bor. Undan tashqari 600 milligramlari. Bularimiz narxlari bular 70 ming so'mdan, bular 60 ming so'mdan. Endi bu mana zaytunli shampunlarimiz rosa zo'r ketgandi. Shuni yana ham yangiliklari mana bunaqalarni olib kelganmiz. 720 milligramda. Bularimiz narxi ham hammasi 70 ming so'mdan. Mana imbirlilar kelgan. Xitoylik shampunlar shu darajada zo'r ekan. Bir marta olib ishlatsangiz, keyin bilasiz. Kelaverasiz. Mana atirlarimiz bor. 50 mingdan boshlab 100 minggacha. Mana atirlar shunaqangi bir boshqacha shirin ekan. Ayollarki bu. Bular erkaklarki. Undan tashqari bulardan bor. Turlari ko'p. Kirga qo'shgani granulalar bor. Mana unga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Bu mana original o'sma sovunimizni siqmaligi, yangilik o'zimizga ham bu endi keldi. Bunimizni narxi 40 ming so'mdan chiqadi. Pastlarni ko'rsatsangiz, mana only Xitoyda mevali sovunlar. Bularimiz mevali sovunlarimiz donasi 20 mingdan. Shunaqa bitta pachkada 18 ta bo'ladi. Pachka olganga donasi 18 mingdanga to'g'ri keladi. Bu bodomlar ham bir boshqacha. O'ta ham bir hidi zo'r. O'zbekistonda hamma viloyatiga chiqaramiz. Qovunlilar bor, shaftolilar bor. Undan tashqari bunaqa yangilik qo'l kremlar kelgan. Mana ko'rsangiz, idishlari ham bunaqa. Bunaqa idishchalik qo'l kremlar kelgan, 5 talik. Bularimiz narxi 30 ming so'mdan. Bu yoqda ham har xil kremlar bor. Zubnoy pasta cho'tkalari bilan penkalar. Mana aloylarimiz ham zo'r ketyapti. Narxlarimiz 30 ming so'mdan. Aloyda originali zaytunlar, sovunlar, qopchali, atirli sovunlarimiz ham bor. Undan tashqari bu vitrinaga terib qo'yganimizdan tashqari bu yerda korobkalarda ham juda ko'p. Ozaysa yana qo'yib ko'ramiz. Ushbu narsalarimizni hurmatli xaridorlar O'zbekistonning hamma viloyatiga chiqarib beramiz. Hozir Surxondaryo, Samarqand, Buxorolarga ham dastavkalarimizni tayyorlashni boshlaymiz. Katta yuk mashinalarda chiqarib yuboramiz. Arzonroq tushadi, lekin ozroq olsangiz pochta orqali berib yuboramiz. Ko'proq olsangiz shunaqa katta mashinalardan chiqarib yuboramiz, arzon tushadi. Bu yoqda pastellarimiz, kiyim-kechaklarimiz, ochilmagan preslar bor, ko'rsataverasiz. Pastda nomer qoldiramiz. Telegram gruppamiz ham bor, bemalol ulanib olsanglar bo'ladi. Xitoyga borish yo'llari, Xitoydan qanaqa qilib tovar olganlarimiz ko'raverasizlar bir chekkadan. Mana shu savdo sayohat kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bu sachiqlarni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu salfetka sochiqlarimizda har xillari bor. 10 ming so'mdan ramashka 11 mingdan donasi. Ham o sauna sochiqlarimiz bor. Mana shuni ham ko'rsatayda bir. Shunaqangi zo'r ketyapti mana. Asadan 120 ming so'mdan. Sochiqlarimiz turlari rosa ko'p. Mana bu yoqda ham pastellar bor, 3D pastellar. Mana kovriklarimiz rosa chiroylilari kelgan. Ko'rishinglar mumkin. Yumalog'i ham, to'rtburchagi ham. Optimga donaga mana Twitter ediganlarimiz bor. Bitta korobkada 75 ta bo'ladi. Ularimiz donasi 40 ming so'mdan. Bundan tashqari bunaqa narsalarimiz bor, partalarimiz bor. Mana sovunlarimizni ham ko'rsatsangiz, bir pachkadan olib qo'yganmiz xolos. Hammasida har xil mevali sovunlarimiz bor. Bizning manzilimiz Andijonning Shahrixonida. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol o'sha nomerlarga iloji bo'lsa Telegram orqali yozsanglar bo'laveradi. Telegramdan topolmasanglar telefon qilsanglar ham bo'laveradi. Hamma viloyatga chiqarib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.